Bugun bizda mehmon bor, toppinglarchi, ba'zilar uni trassa qiroli deb atashadi. Haha, bu Cobalt. Men trassa qiroli. Buni hamma tan oldi, hatto Gentra akam. To'g'risini aytinglar, sizlarga yoqamana. Ichim keng tortishim yaxshi. Cobaltchi akalarim bormisizlar? 70-75 desa Cobalt bilan Gentra esingizga keladimi? To'g'risini aytinglar. Bizni muxlislar bormi? Bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Meni salonimga bir nazar solasizmi, akajon? Anaqa shinamman bitta gap aytay, meni tanlab adashmadingiz. Hozir Gentra akamni ham ko'rasiz. Mana akamning saloni. Haqiqiy katta bo'lar mashinasi qo'yil, gap yo'q. Iltimos, bizni solishtirmanglar. Bizda bir xil dvigatel turibdi. Cobalt ukam meni ko'p maqtab borib yubordi. Men shunchaki kuchli korobkaga egaman. Shuning uchun mening rasxodim kattaroq, vaznim ham o'gir. Menga eng zo'r variantni gaz qo'ying, metan, benzinda ko'p haydaman. Ha, aytgancha meni hadavoy qismim juda nozik, chunki vaznim o'girligidan. Cobalt legenda bilasizmi? Nima uchun bagajim juda katta? Mana ko'ring isboti, nechta chamadon bor, orasida 90 talik metanim ham bor kamiga. Menda bagaj metan qo'ysa deyarli yo'q. Katta bolalar ko'pincha kolonka joylashtiradi menga. Men 100 km/soatga 13 sekundda chiqaman. Ketdim. Men 100 km/soatga 11 sekundda chiqaman uka. To'xta, yetib olay, birga ketamiz. Keyingi videoda ko'rguncha. Ha, aytgancha obuna bo'ldingizmi?